Assalomu alaykum. Hozir mana imtihonga tayyorlash. Birinchi mashqdan oxir 12-chi mashqgacha obzor. Birinchi mashq startdan harakatni boshlash, pоворотni chapga yoqib boshladik, 10 metr ichida o'chirdik. Keyingi mashqimiz tartibga solinmagan piyodalar yo'lkasi. Mana shu liniyadan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtash. 3 sekunddan keyin harakat davom etadi. Endi 12% tik balandlik. Bu yerda ham to'xtash chizig'idan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtab, 3 sekunddan keyin orqaga ketib qolmasdan harakatni davom ettiramiz. 4-chi mashq xavfli burilishlar. Xavfli burilishlar mashqi. 2 minut beradi bu mashqimizga. Sarv nazorat chizuvlarini bossak 20 ball jarima. Mana qana. Zo'r. Oq chizuvlar bo'ladi, oq chizig'i 100 ball jarima. Harakat o'ngga. Bu yerda o'ylashni yo'l berasizlar. Keyingi 5-chi mashqimiz chorrahada harakat. Tartibga solingan chorrahada harakatlanish. Bu yerda ham to'xtash chizig'idan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaysiz. Harakat to'g'riga ekan, qizil yondi. Keyingi mashqimiz ilon izi mashqi. Mana mashqda hushyor bo'lamiz. O'ngga burilganda ikkita kiradigan joy bo'ladi. Kattaroq buriladi. Mana CD to'g'riga bo'ladi, B toifa birinchi qilishga kirasiz. Mana CD ni yo'liga kirib ketmaydi. 100 ball jarima beradi. Ilon izi mashqi. Bu yerda ham sarv nazorat chizig'ini bossa 20 ball jarima. Oqini bossa 100 ball. Marhamat, mashq kattaroq, mashq chap tomonga qarab burilsa, harakat o'ngga ekan, chap qo'lingizda gruzovoy chiqsa, yo'l beramiz. Tartibga solingan chorrahaga chiqyapmiz. Qizilga to'xtaymiz. To'xtash chizig'idan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada.